Assalamu alaikum bütün dünyadaki qarindoshlar, Uyg'ur qarindoshlarim ve Türkiye'deki barliq siyosilar, Türkiye xalqi. Ben bugün bir adam için sözlemoqchi. U bo'lsa bizning bir qahramonimiz. Xitoyning zulmini yillar turmuş yetib, bütün a'zoyi zaxmlangan, putlari sungan, oqsab ketgan, hatto mağanmağan, doktorxonadan chiqanmagan, iç a'zoyi jigarlardan tortib o'pkalarigacha zaxmlangan Xitoyning qayta bostirishi, urushlari, qiynash azoblarini 10 yillab beshidan kechirgan, necha qitim turmalarda yotgan bir qarindoshimiz Abdullah Qarajim üçün 4 eg'iz gapirmoqchiman. Abdullah Qarajim vakilimizning ichida Xitoydan qo'rqib qochib, pasportsiz, makonsiz sargantarchilikni 10 yillab topdi. Bir daqiqa to'xtab qilmay, o'zining xalqining azob oqibatlarini o'zining notiq nutqi bilan, go'zal ovozi bilan bütün dunyoga so'zladi. Xalqni uyg'otishda ve xalqqa yordam qilishda, tuqqanlarining ve o'zining qarindoshlarining xalqining ovozini dunyoga yetkazishda nihoyat cho'ng rol o'ynadi. Rol o'ynab kelayotgan bir qarindoshimiz. Abdullah Qarajim hech qachon, hech qanday qalaymiqan ishlarga qatnashgan adam emas. Biz bununla bütün dünyadaki Uygurlar ve Türkiye'deki Uygurlar kepil bo'la olamiz. Anılsam yakında Abdullah Qarajimni turmaga qo'lga etdi. Biz Türkiye hükümetinden şunu sorayımız ki, bir 2 gün, 3 gün ya 5 gün, 10 gün bazılar bundaq bir hata bir inkaslar bo'lgan bo'lsa, Xitoy hata inkaslarını Abdulqadir yapacağını töhmet çaplagan deb çaplab, manga qarshi chiqdi u bu degan bo'lsa, akirib qo'ygan bo'lsa, chiqirib o'tdi deb o'ylab, hozirgacha biz kutib turdik. Lekin bugungacha Abdullah Qarajim qo'yib etilmadi. Xitoyning Xitoy albatta bizga qara chaplaydi. Çünkü biz Xitoy hükümetinin cinayetini dünyaya tanıştırıvatımız. Biz Xitoy hükümetiga qarshi chiqyapmiz. Çünkü bizning xalqimizni o'ltirding, o'ltirvatsan devatimiz. Herkes Xitoy hükümetini vaqtmaymiz. Uni tilliganlik, uning qarshi chiqqanlik meningcha chet elning har qanday davlatida bo'laydi, u bir jinoyat hisoblanmaydi. U xatolik hisoblanmaydi. Anlashimga qaraganda Ko'chmanlar idorasining turmusiga olib qo'yibdi. Ben işini Türkiye hükümeti yakında Abdullah Qarajimni qo'ydi. Ve ben işini Türkiye'deki advokatlar, Türkiye'deki Uygur siyasi teşkilatlar elbette Abdullah Qarajimning yolunu menip Abdullah Qarajimni qutuldurdu. Ben bu muracaatimni Türkiye'de turvatgan barliq teşkilatlarga deyman ve advokatlarni tutup Abdullah Qarajim meselesini pat bir yakın saatte hal qilishinglarni umid qilaman. Rahmat.